Assalomu alaykum, hurmatli rasmiy xabarlar olami kanalimiz kuzatuvchilari, sizlarning e'tiboringizga Abbos Xo'ja va Kokosh munosabatlarini aytib o'tmoqchimiz. Ya'ni bir necha oy oldin Abbos Xo'ja Kokoshga turmushga chiqish taklifini bergani va u bilan yaqin orada to'ylari bo'lishi kerak ekanligi haqida juda ham ko'plab ta'kidlab kelingan edi va muxlislari tomonidan ularga baxt, omad tilangani va serfarzand bo'lishliklarini tilab qolishgandi. Ammo Abbos Xo'ja bugungi qo'ygan istoriyasidan keyin barcha muxlislari qanday fikrga kelganliklarini hali hanuz bilmaymiz. Ammo Abbos Xo'ja o'z Instagram sahifasida shunday deya yozib qoldirgan: ko'pchilik uylanganimni bilmas ekan, hatto internetga olib chiqishni o'zimga to'g'ri bilmaganim uchun hech qo'ymagan edim. Hech kimga yomonligim yo'q. Alloh hammaga ofiyat bersin. Ijodga kelsak, men imdo qilaveraman. Chunki san'atni, aktyorlikni juda ham sevaman. Nima qilay, san'atsiz tura olmayman. Ba'zida xato qilamiz va men xato qildim, rolga kirishib ketib qoldim. Xalqimiz bu darajada ishonib qoladi deb o'ylamovdim. Buning uchun xalqimizdan uzr so'rayman. Oilam uchun yashayman. Rizqimni Alloh bergan doimo. Qizimni qo'li singan edi. Hayit qilib uyimga ketuvdik. U yoqda gipsni oldirib qaytdik. Tezkor va so'nggi shou-biznes xabarlarini Abbos Xo'ja va Kokosh orasidagi munosabatlarga oydinlik kiritdik degan umiddamiz. Ularning ijodiga omad tilaymiz. Kokoshga esa sog'-salomat bo'lishliklarini tilab qolamiz. Keyingi xabarlarimizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.